Hammamiz eslab qolgan Amir Temurning mana bu rasmini hozir o'zgartirib ko'ramiz. Diqqat bilan kuzating. Bilasizmi do'stim, yoshlikda Amir Temurning rasmini ko'rganimizda ichimizda g'alati tuyg'u, sovuqqon yuzi va qarashi hali hamon yodimizda. Endi keling, uni ozgina o'zgartirib ko'ramiz. Uni samimiy nigoh bilan va zamonaviy ko'rinishida ishlab ko'ramiz. Siz bilan qani ketdik. Birinchi Amir Temurning tasdiqlangan rasmini o'zini chizib olamiz. Mana shunday ko'rinishda, ana undan keyin buni suyagini alohida ajratib olamiz. Endi bu suyakka qaytadan ter chizib chiqamiz. Uni shunday ifodalashimiz kerakki, u hali yoshligi va navqiron paytidagi holatini ko'rsatib berishim kerak. Diqqat bilan qarang. Rasmda har bitta xarakter joy-joyiga qo'yilmoqda. Da Vinci'ning nazariyasidan foydalangan holatda uni 3 ta nuqtadan bitta yorug'lik o'tkazib va o'sha joyda kontrast soya va yorug'lik hosil qilamiz. Har bitta shakli bo'yicha soya yopilinadi. Ham eng to'q, ham eng ochiq kontrast soyalar mana shu yuzda hosil bo'ladi. Agar video yoqqanmasa like, komment, podpiska bosib qo'ying. Hammaga kattadan katta rahmat. Sizlar bilan Jo'y Hasanov bo'ldi.